Aytishlaricha, ko'pgina qaynonalarga o'zlariga o'xshagan kelin tushadi. Shu gap qanchalik to'g'ri, siz nima deb o'ylaysiz? Men o'zimni aytaman, men qaynonam bilan umuman o'xshamaymiz. O'ylaymanki, men juda ham требовательныйman. Men qo'yib ketgan narsa joyida turmasa, axlat bo'lsa yoki uyim necha kundir yuvilmagan, uborka qilinmagan bo'lsa, juda ham asabimga tegadi. Hattoki ko'p uborka videosini qo'ymasam ham, baribir videolarimni ko'rasizlar. Videolarimda orqa fonim yoki uyim bardak emas. Kiyimlarimni yuvganimdan keyin ulardan mazali xushbo'y hid kelishi kerak. Shu uchun paroshoklarni, gellarni hamda mana shunaqa sredstvalarni faqatgina originalni ishlataman. Sizlarga ham eng zo'r va original sredstvalarni tavsiya qilmoqchiman. Sifatli va original mahsulotlar faqatgina Freshorada o'zim sinab sifatiga ishonch bildirdim. Ularda eng hamyonbop narxlar va dostavka butun O'zbekiston bo'ylab bor. Dostavka uchun nomerlarni qoldiraman. Aytgancha qaynonam bilan bitta o'xshash joyimiz bor ekan va u ham mazali ovqatlarni tayyorlab va yeyish. Kelinlar, sizlarning ham qaynonalaringiz bilan o'xshash joylaringiz bormi? Shunaqasi bo'lsa agar kommentariyada kutib qolaman. И всем пока.